Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Dalas O'zbekiston. Xo'p, bu akkauntni biz yaqinda sotib oldik. Vyetnamlik do'stimizdan saytdan sotib oldik. Bu akkauntni obzor qilamiz. Old akkauntdan deb bo'lmaydi, old akkauntdan deyish mumkin, demasligi ham mumkin. Chunki bu akkauntda o'chib ketgan futbolchilar bor. Xo'p, akkaunt reytingi 95.1 ko'rsatyapti. Yaxshi. Xo'p, leveli 87, ya'ni jinda o'ynalsa, ya'ni 50 ta matchda g'alaba qozonsa, 98-88 ga ko'tariladi. Xo'p. Nastroyga kiramizda. Bu yerdan hamma yo'q, zo'r. Tarkib keladigan bo'lsa, tarkib obzor qilinadi. Alisondan boshlaymiz. Alison zo'r ham kuchaygan. William Saliba, Arsenal himoya posboni. Normaliy kuchaygan, yaxshi. Tepasidan 4 chiqargan. Robin Diazdan asosiy 200 chiqarib qo'yibdi. Qo'ygan 90 tepa. Virjivandagi juda ham zo'r ko'tarilmagan. Undan u birinchini 800 chiqaramiz degan. Boya o'sha eski egasi. Hop, 95, bu ham uncha zo'r kuchaymagan. Casemiro, Kevin De Bruyne plus 11 daraja kuchaygan. Tepasidan 300 chiqib qo'ygan. Hernandezdan tepadan 400. Trent Alexander-Arnolddan chatoq. Qo'lon tezligi full, shot full, tezlanish 100 qilib ketgan. Bu ham jinda chatoq kuchaygan. Hop, Kylian Mbappe yaxshi kuchaygan. Asosiy narsalar 100. Usmon Dembele oltin to'p sohibi. Asosiy favorit bu o'ynayapti hozir asosiy tarkibda. Hop, buni 300 chiqishga jitney qolgan. 300 chiqqan, qolganlar 90 dan. Kuchni ham 90. Bu himoyada ham o'ynadi. Trent Alexander-Arnold o'rniga qo'ysak ham yaxshi edi. Neymar past 300, tepadan tezlanish 99, speed tezligi 97 darajada. Karim Benzema shot 100, tepadan 100lar chiqarmagan. Thibaut Courtois chatoq kuchaygan. Cristiano Ronaldodan 500 chiqaraman degan, o'xshamay qo'ygan. Lamine Yamaldan 3 tepasidan 300, pastdan 90 dan tepa qilib qo'yilgan. Yaxshi o'ynaydi. Luka Modricdan pastdan 200, shot 96. Молодец Luka. Lukani Kevin De Bruyne o'rniga qo'ysak ham o'ynaveradi, yaxshi o'ynaydi. Vinicius 94lik kartasidan 300 chiqarib qo'yishgan, yaxshi. 99 speed, 98 shot. Rodrigodan 3 ta 100, Eder Militao'dan 1 ta 100, Toni Kroos'dan 2 ta 100 pastda. Tezlanish bilan tezligi olib chiqishadi. Luis Suarezda past shot 100 qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi tepada, tezligi lekin o'ta past. Bonun Marokashlik Ashraf Hakimini endi olishibdi. Albatta buni o'zimiz full qilamiz. Shu Ashraf Hakimini. Tony Adams yaxshi kuchayapti. Bitta 100 chiqishga bitta qolibdi. 99 pastdagisi. Akkauntimiz shu. Shuncha futbolchi sotibdi. Voy, молодец. Federico Valverde 86 darajada sotib olibdi. Federico Valverde pastdan 400 chiqarsa bemalol bo'ladi. Yaxshi o'ynaydi Federico Valverde. Biz uni olamiz albatta. Enrik Kiyan bo'yi 1.73. Real zaxirasida chiriga turgan futbolchilardan biri. Ancelotti ketgandan beri unga o'yin amaliyoti, Xabi Alonso kelgandan beri unga biror marta o'yin amaliyoti toshirilmadi hali. Rodrigo ham zaxirada olib ketyapti. Ofuq qo'yish kerak. Tepa tezlanishlari yaxshi ekan. Tepadan 400 chiqarsa bo'lsa kerak. Enrikdan Husanov bilan darajasi bitmagan ekan. O'ynab ko'ramiz. Akkauntda baland. Yo'qolib ketdi ovoz. Saliba, Van Dijk, Jude Bellingham,
Erling Haaland orqaga qaytarmoqda. Kylian Mbappe o'zi olib ketishi mumkin. Kylian dribbling bor. U aytdim. Pas ber Haaland. Haaland gol. Haalanddan gol. Haaland o'zi monsterga o'xshaydi. Ulardan mashina desa ham bo'ladi. Manchester City'ni asosiy tarkib o'yinchisi Pep Guardiola o'yinchilar ko'pligidan Haaland zaxiraga qoldiryapti bir ikkita o'yinda. Backountda Shomurodov ko'rtarisi ham bo'lgan, sotilib ketgan. Sergio Ramos, Hazard hammasi sotishgan backountda. Oldingi rasmini ko'rsatib Vyetnamlik do'stimiz buni bizga. Tanga olmaslar biz yig'maymiz, bonus pas ham ochib beramiz. Shunchaki kontent qilinadi. Tavsiya bering. Tanga olmas yig'adigan eng zo'r, yaxshi, ishonchli birorta onam tavsiya qiling deganlarga istasanga tavsiya bermayman men. Chunki akkauntlarimga javob beribman. Shuning uchun keyingi pulsini darajada tushirgan. Albatta yaxshi. Let's take a closer look at that goal now. To his teammate. Mbappe. Hernandez. Bedinga pushga. Valverde yana shu yerda qo'shardi Valverde. This is Haaland. Here's the shot. Finish was just off there and it's wide. Kecha O'zbekiston Misr bir-ikki kun avval, bir-ikki hafta oldin O'zbekiston bilan Misr o'yin bo'ldi. Kelasi yarimda yaxshi o'ynadi, lekin O'zbekiston Misr yutdi. Misr 3 mavsumdan beri bilan turibdi. Abduqodir Husaynov Muhammad Salahga umuman hujum qilishga yo'l qo'ymadi. Mbappe va o'ylagan narsa bo'lmadi. Almashdik Neymar bu qanotga Rodrigo qana bu yerda mana bu yerga bu markazga Karim bu yerga Luis Suarez yo'q, zaxiradan ketyapti. Yamal yaxshi o'yin ko'rsatsa kerak. Erling Haaland. A chance to have a better look here. Managers hoping these substitutes will re-energize his flagging team. Account narxi 280 mingga tushdi bizga. Kimdir 280 mingga tepaga olaman degan bo'lsa, 200-300 mingami? Yamal yaxshi zarba berdi. Menga aloqa etishsan, account sotiladi. Saliba bo'yicha bir to'sin urdi. Neymardan pas bo'ldi. Futbollar ham normal o'ynayapti, darajasi oshiq bo'lgan, shuning uchun Cristiano. Benzemaga pas, Benzema Cristiano, voy, Karim. Karimni yiqitishdi, lekin hakam botyon bosdi. Karim Yamal yaxshi. Their second best today, but can they rally and grab a consolation goal? Passed well. An expert tackle.
Ronaldo Prime'da zarba bergan. Prime'larda goldan bitkazgan. Yomondan. Shunaqa joylardan ko'p Prime'larda zarba berib bo'lardi. Nice pass. They're moving the ball forward. O'lgimadi. Lekin pasdan Armadi o'tdi. Rodrigo pasi 90-daqiqa 2 minut qo'shib berildi. 2 minutda gol urish qiyin. Tek qo'yib beramiz futbolchilarimizni. 3 ta ish olmayapti. 3 ta chalandi. Full time. O'lgimadi. Bonkalar qalay? Gap yo'q lekin aka. Aka, siz ham evlisiz, faqat Banfit ilovasini yuklab olsangiz bo'ldi. Qani ketdik. Reklama ko'ryapti. Reklama kirib ketib qoldi. O'sha nimaga akkaunt o'yindan nastroygan to'lamadim, reklama o'chirib qo'yaman. Internetda qanday problemalar bo'lyapti? Internet qatyapti. Tur 76 nimaga bot bo'lsa o'rganimda. Ularni keyin ko'rasizlar. Ashraf Hakimini kuchaytirib ko'ramiz bolalar. To'son 6 tezligi. Sizlar bilan kontentimiz shu bo'ldi. Barchangizga rahmat. Like va obunani yemanglar.